Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan kechagi ajoyib o'yinlar haqida gaplashib o'tamiz. Kecha Jahon chempionati saralash o'yinlari bo'lib o'tdi va Portugaliya o'z maydonida Armanistonni qabul qildi va 9-1 hisobida taslim etdi Armanistonni. Cristiano Ronaldo'siz Portugaliya maydonga chiqdi va ajoyib g'alabaga erishdi. Bu g'alabasi bilan Portugaliya Jahon chempionatiga yo'llanmani qabul qilib oldi. Portugaliya ajoyib chiroyli gollar urishdi. Portugaliya safidagi gollarni Joao Neves 3 ta gol urdi. Bruno Fernandes ham 3 ta gol urdi. Gonzalo Ramos hamda Viega va Canselo'lar o'z hisobiga 1 gollardan yozdirib qo'yishdi. Va yana bir o'yin bo'lib o'tdi, markaziy o'yin. Italiya o'z maydonida Norvegiyani qabul qildi va 1-4 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Holland o'z hisobiga 2 gol yozdirib qo'ydi va saralash o'yinlar doirasida to'plarlar bahsida Erling Haaland 16 ta gol bilan yetakchi bo'lib oldi. Eng yaqin ta'qibchisidan 2 barobar o'tib ketdi gollar hisobi bo'yicha. Yoshligimizda ajoyib multfilm bo'lar edi. Vikinglar hammadan kuchli edi. Va bu Vikinglar 1998-yildan beri birinchi bor Jahon chempionatiga yo'llanmani qabul qilib oldi do'stlar. Bechora Italiya esa play-off o'yinlaridan o'tish bahsida o'ynaydi va u o'yin 3 o'yindan iborat bo'ladi va uchalasida ham yutsa Jahon chempionatiga yo'llanmani naqd qiladi. Haalandning prime davri boshlandi do'stlar. Oltin to'p kurashida 3 o'yinchi ajralib turibdi hozir. Harry Kane, Kylian Mbappe hamda Erling Haaland. Sizlarga bergan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar.